Dush shlangi uzilib joningizga tegdimi? Unda sifatlisini tanlashni o'rganamiz. Xo'p, dush shlangi tanlaganda birinchi e'tibor beradigan joyimiz uni ikkita gaykalari. Sifatli mahsulotda hech qachon prostoy gayka qo'yilmaydi, ya'ni sifatsiz gayka qo'yilmaydi. Gaykasini shuni ushlaymiz. Ovozidan bilsak bo'ladi. Chiroyli ovoz chiqadi. Keyingisi, ichida podchivnik bo'lishi kerak. Bu narsa aylanib turib, leyka aylanganda shlanka buralib, ichi yorilib ketmasligini ta'minlaydi. Uchinchisi, bunimiz ustki qismi. Ustki qismi nerjavekadan bo'lishi kerak. Buni asosan upakovkada yozilgan bo'ladi. Nerjaveka va ko'rinishi shunga o'xshagan mayda to'qilgan bo'lishi kerak. Buni bilish uchun 2-3 xil variant dush shlankalarni yonma-yon solishtirib ko'rsanglar, sizlar tushunib olasizlar. Keyingisi, ichki qismi to'qilgan yoki to'qilmagan. Bu ikkalovi ham sifat bo'yicha bir xil ishlab beradi. Agar yaxshi mahsulot xarid qilsangiz. Bizda Watrace brendi ostida Platinum va Premium dush shlankalarimiz bor. Narxi 40 mingdan 50 ming atrofigacha chiqadi. Har bir xozmakda xudo xolis topsangiz bo'ladi. Kerak bo'lsa o'zimizning showroomda ham, o'rizordagi do'konimizda ham bor. Sifatli mahsulot sizga